3 yildan beri ish yuritamiz. 2022-yil 22-fevral kuni asos topganmiz. Ikkita variantimiz bo'lgan. Birinchisi o'zbek va ikkinchisi cloud, ya'ni bulutlar. O'zi qaysi biri yaxshiroq deb o'ylaysizlar? Bunisimi yo nargisimi? Timur aka podдержка qilish boshladilar. Timur Alixonov, menimcha ko'p odam shu Timur akadan bilgan bo'lsa kerak bizani. Undan keyin gaplar chiqib ketgan. O'zbek yopildimi? Chunki o'sha payt juda ham ko'p brendlar chiqadi, bitta drop chiqaradi va yopilib ketardi. Shu 1 yilda $60,000 taxminan 60-65 ming dollarlik biznes qura olganmiz. Davro keldi, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchabsizlarmi? Uzr minbor, sal kechroq boshladik. Mana birinchi marta bunaqa katta auditoriyani oldida prezentatsiya qilaman. Ozgina hayajon bo'ladi, tushunasizlar. Va boshlashdan oldin o'zi prezentatsiyamizdan oti orzular orzuligicha qolmaydi. Va buni nimagaligini keyin aytib beraman. Atak buni ChatGPT generate qilgan. Ketdi. Birinchi navbatda disclaimer. Hozirgi oxirgi nima deydi, eventlardan kelib chiqqan holda orada ingliz va rus tili ishlatilgan so'zlarni ishlataman. Shunga oldindan uzr so'rayman va problema qilib tashlaysizlar degan umiddaman. Tam reelslar, storieslar qilib. Birinchi navbatda tanish olsak. Bu men Mamtroyga turishim kerak, adashmasam. Shunaqa qilib, men o'zi kimman? Ismim Kamron, familiyam Nodirbekov. O'sha hammanglar bilgan, menimcha o'zbek brendini asoschisiman. Yoshim 20 da hozircha. Keyingisiga o'tamizmi? Da, keyin o'tamiz. Plus minus faktlarni aytadigan bo'lsak, uxlashni yaxshi ko'raman juda ham. Kitob o'qimayman. Uzr. Va keyingisi o'sha o'zbek asoschisi, uylanmaganman, keyin hozircha hali sal bor. To'g'rimi? Salkam universitetdan haydalganman. O'sha bittami, ikkitami yana ozgina qoldirsam, bir hafta kelmasam, o'sha universitetdan chopib olishadi. Va millioner Sumov. Va 5-inchisi не придумал, не додумал. O'zbek haqida qisqacha aytib bersam, hammanglar o'zi ba'zi bilasizlar, o'zbek qanaqa brendligini umuman formalni qilib, ofitsialni qilib aytib beradigan bo'lsam, o'zbek bu nafaqat kiyim brendi, bu balki community va hozirda o'sha 3 yildan beri ish yuritamiz. 2022-yil 22-fevral kuni asos topganmiz. Va shu paytgacha statistikalarni keyin aytarkanman. Va asosan limiterli kolleksiyalar chiqaramiz. Определенный tematikada. Masalan, mustaqillik, O'zbekiston, Chilla masalan yozda chiqarganmiz. Shunaqa har xil qiziq kiyim kolleksiyalari, kiyim droplari chiqarganmiz. Va keyinga o'tganmiz. Maqtanib ketishli faktlar, statistikalar o'zbek haqidagi. Shu paytgacha shu 3 yil davomida 20 mingdan ortiq, 20 mingga yaqin kiyim va aksessuarlar chiqarganmiz. U futbolka, sweatshirt, shalvar, hoodie, har xil aksessuarlar, sticker pak, nima deydi, chexollarimiz, menimcha ko'plarda bo'lsa kerak, bo'lsa ko'rsataveringlar. Anda ko'rsatyapti. Undan tashqari o'sha 24-yil 3 ta katta pop-up event o'tkazdik. Pop-up event nimaligi haqida keyin tushuntirib beraman. Menimcha ko'plar bilsa ham kerak o'zi. Undan tashqari 15 dan ortiq unikal kiyim kolleksiyalari chiqarganmiz va yaqinda zapustish qildik, anons qildik, ammo shu paytgacha ishlab kelganimiz bu B2B направление, business to business, bizneslarga kollaboratsiya qilib kiyim chiqarib berish. Shu paytgacha Yandex, международный brendlardan Kinopoisk bilan ishlaganmiz, Naroda Shopper bor, ko'ring. Promit, Lex, Webster universitetlardan xudo xolisa chiqadi yaqin kunlarda va Inha universiteti bilan ishlaganmiz. 5 ta moda namoyishlarida ishtirok. O'tgan hafta ham bittasi bo'ldi, ko'rgan bo'lsanglar. Международныйlarda ham ishtirok etganmiz, The Fashion Textile Expo'da. Undan tashqari shu oylik оборотimiz nasibaga yarasha. Nasiba o'tiribdilar o'shanga. Unisini aytib bo'lmaydi-yu, ishadi, ko'stayadi o'shanga.
Endi maqtanib bo'ldim. Endi to'xtang, adashmasam o'tib ketdi. Yo'q. Keyingisi. O'zbek qanday boshlangan? Yo'q. Adashma. Bo'lib turadi, nima deysiz? Tak, yana bitta maqtanib ketishli rasmlar bitta qilib o'tib ketsam. Tak, bu yerda men turibman. Takoy sochlar taralgan, chiroyli. O'sha международный pokazimizda, pokazda oxirida takoy chiqib bitta chapech olib berganman. Tak, bu bizani birinchi chiqargan kolleksiyamizni taxlab rasmga olganmiz. Bu yerda taxminan 3 xildan 3 ta rang, 9 xil switshot chiqarganmiz. Bu haqida ham aytib beraman. Undan tashqari bu birinchi pop-upimiz, atmosferani taxminan ko'ryapsizlar, nerealniy bo'lgan, kelganlar biladi. Bu bizani eng katta pop-upimiz. Noyabrda o'tkazganmiz. Buni ham atmosferasi o'ziga aniq. Va bu O'zbek family. Naryoqda o'tirishibdi hamma. Va bu ham maqtanib o'tishli narsa deb bilaman. To что faqat ishchi emas, family qilib yig'a olganimni. Bu narsa haqida ham keyin o'tib ketaman. Tak, keyingisi O'zbek qanday boshlangan? Asosan juda ko'plar berardi shu savolni. Menga o'tirsam sekin boshlab aytib beraman. Tak. 2021-yil edi. Bu yerda hozir hech narsa yo'q. Tak, o'zim aytib beraman. Men o'zimga qarab o'tirsanglar bo'ladi, bemalol. 2021-yil 16 yosh bola bo'lganmiz, men va meni sherigim Aziz. Bir xilla biladi, bir xilla bilmaydi. Ikkita odam ochganmiz. 16 yosh bola bo'lganmiz. 2021-yil. Aziz bilan o'zi 11 yil bitta maktabda o'qib, o'sha 10-sinfda tanishib qolganmiz. Qanaqadir taqdir taqozosi bilan bitta kursga tushib qolganmiz, bitta SMM kursga. O'sha payt bilsanglar agar SMM kursi juda ham populyarniy bo'lib ketgan payt edi va bitta kursni sotib olib, qarasak gruppada ekanmiz, bir-birimizga yozib, shunaqa qilib kurs tugatganmiz, proyekt olmoqchi bo'lganmiz va o'zimizning samatsenkamiz juda ham baland bo'lgan, biz professional deb o'ylaganmiz o'zimizni bu ishda, imенно SMMda va 16 yosh bola borib kompaniyalarga tam $500, $1000 cheklar so'raganmiz bir oy ishlash uchun. Va hammanglar bilganingizdek, bu proval bilan tugagan. Va o'zi bormi bizda 16 dan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar asosan почти hamma shunaqa ekanda. Asosiy maqsad qizlarda bilmadim, atak bolalarda kimgadir nimadir dokazat qilish yokida tam cho'ntakda 1-2 so'm pul bo'lishi. Ota-onadan pul olmaslik. Tam kimdirga podarka berishdir, balki. Bizda ham tipa shunaqa narsa bo'lgan va undan keyin biz tovarni biznes qilmoqchi bo'lganmiz, Xitoydan olib kelib, undan keyin производство qilib ko'rmoqchi bo'lganmiz. Ya'ni Pinterestda o'sha payt Nike switshotlari, custom switshotlari juda ham populyarniy edi va o'shani kopировать qilib o'zimizda chiqarmoqchi bo'lganmiz va o'qiyamiz o'xshamagan. Qanaqadir brend ochishga o'tib ketgan. Va brend ochishda nazvaniyamizda bizda ikkita variantimiz bo'lgan. Birinchisi O'zbek va ikkinchisi Cloud, ya'ni bulutlar. Va nimaga O'zbekni tanlaganimizni, nimaga O'zbek o'zi qatdan kelib qolgan? Nimagadir xayolimga kelib qolgan, meni bioimga O'zbek deb qo'yganman, anonisini bioga va o'sha variantni berganman, o'sha variantda qo'yganmiz. Va qarab turibsizlarki, o'sha nazvaniyani deb ham juda ko'p yil taniysizlar, juda ko'p yil shunaqa biz haqimizda bilgansizlar deb aytsa ham bo'ladi. Va keyingi slaydda bu birinchi men qilib ko'rgan logotipim. Mana shunaqa logotip Canva'da qilib ko'rganman. Bu o'sha 2022-yil bo'lar ekan. Takoy natsionalniy elementlar ham qilib ko'rganman. No, o'sha men bu variantni berganman, Aziz nargi variantni bergan va v itogi nargi variantni tanlaganmiz. O'zi qaysi biri yaxshiroq deb o'ylaysizlar? Bunisimi yo nargisimi? O'sha o'zimiznikimi? Nargisi? Da. Bo'lmaydi bu ya. Da. Endi bu narsa qilib ko'rganman. Tak. Shunaqa bo'lgan. Tak, undan keyin bilmaydi o'zi. Da. Undan keyin drop qilganmiz, ya'ni o'sha ko'rganinglar 50 ta switshot chiqarganmiz. Qanaqa chiqarganmiz? Bizning cho'ntagimizda bir so'm pul bo'lmagan. Biz nima qilganmiz? Ota-onadan so'raganmiz. Menga onam $100 berganlar va undan keyin o'rtog'im bor edi. O'sha o'rtog'imdan $200 qarzga olib, общий $300 bilan boshlaganmiz. $300 ga o'sha payt biz naqd 50 ta switshot chiqarganmiz.
kachествоsi yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Qo'ldan kelgancha o'sha paytdagi sharoitimizdan kelib chiqqan holda chiqarganmiz. Drop chiqardik, sotishni boshladik. 8-martda sotildi, Navro'zlarda sotildi. 3 yil oldin ekan. Sotildi, yaxshi sotildi, plus minus. Undan keyin biz pulni mazasini tushundik va yana chiqardik. Keyingi dropimiz уже may oyida edi. May oyi 2022-yil. O'sha dropdan keyin juda ham ko'plar bizani bilishni boshladi. O'sha dropdan keyin bizani Timur aka podдержка qilishni boshladilar. Timur Alixonov, menimcha ko'p odam Timur akadan bilgan bo'lsa kerak bizani. Timur aka bilan o'z qanaqa tanishganmiz? O'sha TikTok, asosan TikTok bizani ko'targan o'sha payt Timur akadan oldin va TikToklarimiz yaxshi uchardi va TikTokimizdan screenshotini tashab sotmoqchiman deganlar va qanaqa qilibdir biz to'g'rilab o'rganmiz, bizga reklama qilib berganlar. O'sha reklama qilganlardan keyin muomala qilganmiz va reklama qilib berganlar. Reklama qilib berganlardan keyin biz o'sha kunning o'zida bir 40 tami 50 ta zakaz chiqargan edik. Bu bizga prям vau bo'lgan, effekt bo'lgan. Shunaqa qilib 2022-yilda undan keyin 2 ta drop chiqargan, 3 ta drop chiqargan ekanmiz. Taxminan pulli mazasini tushunib olganmiz. 17 yosh bola. O'zimizga hech narsada отказать qilmasdik. Yaxshi ketgan, hamma уже tanishni boshlagan, masalan, ko'chada o'tib ko'rsa va orqamizda, скажем, успешный так proyekt bo'lgan. Undan keyin 2022-yil dekabr oyiga sekin surilib qolamiz. Biz drop chiqarganmiz, ya'ni 20-dekabr kuni drop chiqarganmiz. Yangi yilga atab chiqarganmiz va u bir haftami 10 kun ichida sotilib ketgan. Shu chiqargan narsamiz hammasi sotilib ketgan. Biz vau deganmiz, tipa, nimadir yetmasdi. В общем, yaxshi ketdi, demak yana yaxshi ketadi deb, xuddi shunga o'xshatib, yana drop chiqarishni drop производствosiga berganmiz. Производствosiga berganmiz va taxminan 6-fevral kuni 23 fevral boshlari 23-yilning boshi drop chiqarganmiz. Va u dropimiz afsuski yaxshi chiqqan, prям ideal chiqqan deb bilaman, hamma dropimiz ideal. Va 6-fevral bo'lsa, 10-fevralda уже isib ketgan. Taxminan mana shunaqa hozir bo'layotgan havodagi havo bo'lib ketgan. Va bizani o'sha paytga ancha-muncha pulimiz muzlab qolgan va pulsiz qolib ketganmiz. 2 oy davomida har xil skidkalar qilganmiz, o'qiganmiz, agar podpisanlar bo'lsa biladi va o'xshamagan. Undan keyin nima bo'lgan? Undan keyin aprel oyi keladi. Biz вот решили то, что bizga investor kerak, bizga pul kerak, biz magazin ochishimiz kerak, biz o'zimizcha krutoy bo'lib olganmiz deydi-yu o'sha paytda. Va investor qidirishni boshlaganmiz, приложение tayyorlaganmiz va bizani предложениemiz o'sha investorga bo'lgan предложениemiz endi ochiq aytaman, просто sizlarga. Bizani предложениemiz 20% ga 30 ming bo'lgan, 30 ming dollar pul bo'lgan. O'sha 1 yillik biznesga ularning предложениесі 30% ga 20 ming bo'lgan. O'sha 1 yilda 60 ming dollar, taxminan 60-65 ming dollarlik biznes qura olganmiz deb bilaman. O'sha gap, o'sha payt samotsyenkamiz слишком baland bo'lgan, o'zimizga ishongan bo'lganmiz, qon qaynagan bo'lgan va bu предложениені отказ qilganmiz. Va vaqt o'tgan. Undan keyin bizda nima bo'lgan? Undan keyin yozda drop chiqarmaganmiz, taxminan 6 oy просто o'zbek yo'q bo'lib ketgan. Undan keyin gaplar chiqib ketgan, o'zbek yopildimi? Chunki o'sha payt juda ham ko'p brendlar chiqadi, bitta drop chiqaradi va yopilib ketardi. Chunki juda ham populyarni bo'lib ketdi, brend ochish oson deb o'yladi hamma. В итоге shunaqa narsa bo'ldi. Tak, prezentatsiyamizga qaytsak, hozir. Oppa, bor ekan, davom. Bu bizani birinchi drop ishlab chiqarish jarayonimiz. Aziz bu bola tanishinglar, agar bu birinchi drop tayyor bo'lgan kun, bu birinchi fotosessiya, telefonga iPhone 11 ga olganmiz va bu bizani birinchi ambasadorimiz, Chiloy Pok deydi. Ko'rin. Da, shoh. Da. Keyingisi xatolar ketma-ketligi 23-yilda aytib o'tdim. 23-yil avgust oyigacha hech narsa qilmaganmiz. Prosta hech narsa qilmasdan pauza bo'lgan. Keyin nimadir qilishimiz kerak deb miyamizga urib qolgan. Yana bu narsa qilib, o'tdan pul topib,
biz drop chiqarganmiz va drop nomi снова в игре. Ya'ni qayta o'yinda. Va oddiy qaytma qalamas. Da, oddiy qaytmaganmiz. Video bilan, promo rolik bilan qaytganmiz. Hozir o'sha promo rolikni qo'yib beraman. Menimcha qiziq bo'lsa kerak. Birinchi videoni qo'yib bersanglar. Звук. С вами я и сразу же слышу новости. Сейчас является массовое открытие новых проектов. Я еще привел, я доверился сам. А что же думает сам насчет этого? Это знает мой коллега. Слом. Вы знаете? Слом. Здесь он говорит, O'zbekiston taksida imoqsiz. O'zi o'yinlarda oxirida shu Qur'on o'ziga olish kerak. Что? Они закрылись? Da, bu birinchi часть bo'lgan. O'chirishlar bo'ladi. Da. Hali keyingi videoni ochishdan oldin primerni tushuntirib bersam, bu unda biza посыл nima bo'lgan? Juda ham ko'p brendlar ochilib ketyapti va futbolkada ko'rgan bo'lsanglar, o'sha ochilgan brendlarning logotiplari va u brendlardan juda ham ko'pi afsuski yopilib ketdi. Da, afsuski. Va qaysi brendlarligini balkim o'zingizlar bilarsizlar, balki bilmassizlar va undan keyin o'sha O'zbek yopildi deganlar ko'p bo'lgani uchun kommentariyalarga yozishgan, O'zbek yopildimi, direktlarga ham javob bermaganmiz-da, shu darajada bo'lgan. Keyin va ikkinchi videoga o'tamiz. Ham takoy kurtoy chiqqanmiz, lekin qarang. Shunaqa takoy borzi chiqish bilan biz o'yinga qaytganmiz. Raz cho'tamsizlar? Bo'l. O'yinga qaytganmiz. Va keyingisi bizda o'sha shu dropimiz menimcha juda ham unikalni chiqqan, stoyishi o'sha videoyimizga arziydigan qilib qaytganmiz. Shunaqa narsalar chiqarganmiz, jersey chiqarganmiz, ko'plar bilsa kerak menimcha. Hali ham so'rashadi shu narsani. Sweatshirtlar chiqarganmiz. Mana bu kargo transformerimiz bu alohida tema. В общем, shunaqa chiroyli qilib qaytganmiz o'yinga. Tak, keyingisi Vроде dropimiz yaxshi bo'ldi va pul kelishni boshladi, qarzlarni qutuldik. Ammo orada Aziz bilan problemalar bo'lishni boshladi, har xil. Urushib ketdik, ishlar bo'lmadi, u bo'lmadi va shundan keyin biz gaplashdik, to что решить qildik. Yo u olib ketish kerak, yo men olib ketishim kerak. Bu narsalar o'zi odatda bo'lib turadigan narsalar va bu narsani o'sha холодный голову решить qilinish kerak. Hamma o'zini bosib olib, plus minuslardan kelib chiqqan holda решить qilish kerak va undan keyin o'zim qoldim
o'zim o'sha o'zbekni 100% o'zim qo'limga oldim. Ответственностьni ham hamma narsasini va shundan keyin уже boshqa era boshlandi deb ayta olaman o'zbekda. Balkim Instagram orqali sezilgandir, balkim yo'q. Va yana aytib ketishim mumkinki, to что Aziz bilan отношениямыз juda ham yaxshi. Masalan, hozir ham ko'rishib, hozir ham ovqatlanib bemalol qildik. Problemasiz, yaxshi решить qilganmiz. Так, keyingisi, shu 1,5 yil davomida nimalar bo'ldi? Shu 1,5 yil asosan polniy stabil, mana shu 1,5 yildan beri men o'zim olib ketaman shu o'zbekni. Birinchisi, mana yana sizlarni yozdim, bilasizlar. O'zbek family nechta odammiz? 8 ta odamizmi? 8 ta odam komandamizda ishlaydi. Asosan hamma shu men tengi, sizlar tengi bolalar, yoshlar. Instagramimizni Zilola yurg'izadilar, telefonga shunday javob beradilar, Nasiba javob beradilar. Hamma bor, короче, hamma o'zimizga tengi bolalar. Buni ham men как достижение qilib aytib keta olaman, chunki juda ham ko'p, masalan, kompaniyalar boshqalar birinchidan yoshlarni olishmaydi, ikkinchidan asosan problemalar ham bo'lib turadi. Anularda bizda faqat ish bo'yicha atak polni yig'ilib turamiz, takoy anularga shashliklar qilamiz, degan umiddaman. Tak, keyingisi o'zbekni nafaqat brend, balki community ko'rinishiga keltira oldik. Shu pozitsioniraniyani bera oldik o'zbekga. Ya'ni shu vaqt ichida biz pop-uplar o'tkazdik. Mana sizlar bilasizlar, masalan, pop-uplar o'tkazdik. Pop-up deganda buni keyin aytib ketar ekanman. Pop-uplar o'tkazdik. Undan tashqari xayriya ishlarni amalga oshirdik. Masalan, Ramazon oyida ham suv va xurmo tarqatdik. Undan tashqari oilalarga manu tarqatdik. Oilalarga produktlar tarqatdik. Va yana planlarimiz bor. Yana begovoy klub qurmoqchimiz, o'zbek communityda alohida qilib. Undan tashqari o'sha Navruzlarga yaqin daraxt ekmoqchi edik, sal ulgurmay qoldik. Atak shunaqa. Aktiv va stabillik mana shu 1,5 yil davomida. Undan tashqari o'zimiz uchun Teplomarket degan kompaniya deydimi yoki shunaqa eventlar anonsini kashf qildik. Va Teplomarketlarda qatnashib boshladik. Odatda har oyda bir marta bo'ladi. Bizning tovarlarni sotib olsanglar bo'ladi. O'tda atmosferasini ta'riflab berib bo'lmaydi. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi o'tadigan eventlardan bittasi. O'zimizning organizatsiya qilgan eventlarimizdan tashqari. Va pop-up so'zini O'zbekistonga olib kira oldik deb ayta olaman. Pop-up degan narsa men bilishim bo'yicha o'sha bizgacha hech kim qilmagan edi. Biz birinchi bo'lib qildik. Undan keyin sekin-sekin paydo bo'lishni boshlashdi. Ya'ni onlayn sotadigan kiyim brendi yoki offline magazin yo'q kiyim brendi keladi. Точнее, bir kun yoki bir xil brendlar bir hafta qiladi o'sha narsani. Offline bitta joyda pop-up, ya'ni paydo bo'ladi. Bizda shu narsa masalan Peoples'da bo'lgan, 2 marta Community Coffee Bar'da bo'lgan. Va pop-upni biz nafaqat kiyim sotish, balki полноценный event qilib o'tkazdik va menimcha yaxshi o'tdi pop-uplarimiz. Bundan tashqari budishida biz именно mashil har xil festivallar o'tkazish planlarimizda bor. Rivojlanmoqmiz desa bo'ladi. Undan tashqari o'sha 1,5 yil davomida 7 ta unikal kiyimlar va aksessuarlar to'plami chiqardik. 100 tadan ortiq kiyim va aksessuar turdagi va biznesda haqiqiy baraka nima ekanligini tushunib yetdik. Ya'ni bu narsani tushunish menimcha juda ham muhim narsa va o'zingizlarni qilayotgan ishingizdan kelib chiqadigan narsa ekan baraka va baraka hamma joyda bo'lishi kerak deb bilaman. Va albatta duo olish kerak. Tak, keyingisi juda tugab qolibdi. Shu payt tugamadi-yu, no. Asosan mana shu 3 yil davomida shuni qilayotgan bo'lsam, juda ham ko'p meni xayolimga keladigan narsa, o'zim universitetimda o'qisam bo'lmasmidi undan ko'ra. Indamay darsimni qilib, unga kirib olib, lekin har doim xayolimga keladigan narsa bu I didn't come this far just to come this far. Ya'ni o'zbek tiliga period qilganda men bu ishni bu yoqqa mana shu joyga kelish uchun, mana shu joyda to'xtab qolish uchun boshlamadim. Любой, masalan, ish qilayotganingizda shu narsani menimcha aytsanglar boshqacha miyaga uradi, boshqacha ta'sir qiladi. Men o'zimga ham, masalan, har charchaganimda, har boshqa narsa bo'lganda, mana shu narsa xayolimga keladi. Mana shu joyda, masalan, aytaylik, o'zbekni boshlayotganda, mana shu joyda to'xtatib qo'yaman deb boshlamaganman.
oxirigacha olib ketaman. Oxirigacha o'sha O'zbek meni hayotiy proyektim desa bo'ladi. Oxirigacha olib ketaman. Men bormanki, O'zbek bor. Shuning uchun mana shu fraza menimcha menga har doim motivatsiya beradigan fraza. Eng uzun, eng qiziq parti savollar va javoblar. Sizlarda qanaqa qiziqroq savollar bo'lsa, bersanglar bo'ladi va sizlarga motivatsiya sifatida biz podarka olib kelganmiz. Eng qiziq savol, eng yaxshi, eng interaktiv savol berganlarga biz O'zbek sweatshotimizda bor, sweatshot beramiz. Tak, asosan shu. Savollaringlar bormi hozir? Kimga nima qiziq? Birinchi marta drop chiqarilgandan keyin Tak, birinchi marta drop chiqarganimizni aytadigan bo'lsak, 22-fevralda o'zimizni tashkil topganmiz deb aytadigan bo'lsak ham, taxminan biz bir martda 1-2-larda drop chiqarganmiz. Birinchi dropimiz o'sha 50 talik sweatshotli drop. Undan keyin yo'q, yarim yildan ko'pga to'xtamagan. Biz 9-may kuni, men datalarni juda to'g'ri eslab qolaman. 9-may kuni drop qilganmiz. O'sha blow up degan so'z bor inglizkida, o'sha blow up bo'lgan, o'sha anonimizni, o'sha dropimizni hammani o'qigan. 2 oy yo'q. Taxminanda 2 oyda drop qilganmiz. Shunaqa bo'lgan. Yana savol. Kamera, mikrofon yaqinroq. Da. Da. U narsani aytib o'tdim. Nima bo'lgan? Biz drop chiqarganmiz, ya'ni fevral oyida qishki drop chiqarganmiz-da. Da. Asosan shu sabab uchun bo'lgan, financial sabablar uchun bo'lgan. Undan tashqari aqlimiz ham yetmagan desa bo'ladi. Bizga qanaqadir miya kerak bo'lgan, miya va pul kerak bo'lgan, shuni hisobiga biz investor qidirganmiz va oxirida shunaqa bo'lgan. Tamomlab qaytamiz. Investorga отказ bergandan keyin hech kim investorlik qilmagan, investor qaramaganmiz. Keyin yana men kimga qaytganman? Oyimga qaytganman. Oyim meni o'zi asosan har doimgi o'sha hayotimdagi investorlar. Pul bo'lmasa pulda investitsiya qiladilar, bo'lmasa duoda investitsiya qiladilar. Atak shunaqa. O'sha labi beravering bemalol. Mana o'ylab topaman deydi. Shu paytgacha 3 yil davomida bo'lsa, polniy o'zim o'ylab topib kelganman. Qanaqa o'ylab topganimni aytaman va bugun mana переговор bo'ldi. Biz xudo xolisa yangi kreativniy direktor olamiz va bundan ham qiziqroq, bundan ham kreativroq narsalar chiqadi. Va qaytadigan bo'lsak, droplar razrabotkasi boshqa narsaga men o'zi juda ham ko'p Zapad, g'arb bo'ladi. Zapadning brendlarini kuzataman. Asosan Amerikadagi, undan tashqari Germaniya, Ispaniya va UK, Buyuk Britaniyadagi brendlarni juda ham kuzataman. Va o'sha brendlardan inglizchada aytganda inspiration, vdохновение olib anaqa qilaman va albatta chopish. Bu juda ham kerak narsa va chopishni to'g'ri chopishni bilish kerak, qatdan chopishni bilish kerak. Va masalan va qanaqa chopishni bilish kerak. Virgil Abloh degan dizayner bo'lgan, hozir o'tib ketgan Off-White degan brend bor, bilsanglar agar, o'sha Off-White'ni основатель. Va 3% rule degan narsalar bor. Ya'ni любой narsani 100% dan siz 3% ga o'zgartirsangiz, yangi narsa paydo bo'ladi. Masalan, men dizaynni ko'rdim, juda ham juda ham kreativniy dizayn. Menga yoqdi. Men shu narsani chiqarmoqchiman. Demak, men nima qilaman? O'zim moslashtiraman shu narsaga. Yoki qanaqadir tekst qo'shaman, yoki qanaqadir element qo'shaman, yoki nimasidir o'zgartiraman, yoki joylashuvini o'zgartiraman. Qo'shish o'sha bo'ladi va o'sha sal o'zgartirishlar bilan o'shaninga erishganmiz. O'sha 3%, balki 3% emasdir, balki 20%, 50%. No, 3% o'zgargandan keyin u narsa yangi narsa bo'ladi. Shunaqa narsa.
Shunaqa gap. Brendingiz bo'lishini xohlaganmisiz yoki chetdan mahsulot olib kelayotgan biror savol bo'lishi? Unaqa narsa qilsa ham bo'ladi. Da, bu narsani nima bilan taqqoslasa bo'ladi? Masalan, aytaylik, mushu boqasiz, tug'ilganidan o'zingiz boqsangiz, mehringiz boshqacha bo'ladi, chem katta mushuni sotib olganingizdan ko'ra. Xuddi shu narsa, o'zingiz qilsangiz bu narsani, bunga birinchidan mehringiz ko'proq bo'ladi, ikkinchidan hamma proseslarni o'zingiz boshqarasiz va tushunasiz. Masalan, siz menga kelib, masalan, so'rasangiz, O'zbekning birkasi masalan bunaqa desangiz, men hammasiga javob bera olaman masalan. Nima qayerda bo'lgan, qanaqa. Xuddi shu narsa. Masalan, undan tashqari, masalan, brendimiz nomi O'zbek bo'lgani uchun bizani o'zimizda ishlab chiqarganimiz ancha yaxshiroq, ancha nima deydi, to'g'riroq bo'ladi. Shunaqa. Rahmat. Yana savol bormi? Da, mikrofon beraversangiz. Sizlar hozir casual qilmoqchisizlar yoki bo'lmasam boshqa seriyadagi branchni qilish bormi? Planda bor, no yaqin kelajakda emas. Chunki bu stil auditoriyasi hali 100% qoplangani yo'q. 100% qoplangandan keyin yengillikli bu unga alohida bo'lgandan keyin sekin boshqa stillarga o'tish planimizda bor. No, u ham O'zbek nomidan chiqmaydi, u balki kollaboratsiya bo'lib chiqishi mumkin. Qaysidir brend bilan. Shunaqa. Aha. Mana bular bermoqchi bu savol. Bular. Oldingizda. Ana. Assalomu alaykum. Boshqatdan, salishlar. Assalomu alaykum. Eng asosiy xususiyati, birinchi hayolimizga keladigan narsa bu ismi va naming. Boshqa brendlar, masalan, qaysi brendlarni bilasizlar? Masalan, O'zbekistondagi, men masalan o'zim ham kuzataman boshqa brendlarni ham. Kislota hozir aniq qilishmayapti. Yoru. O'zbek deganda birinchidan tez miyaga beradi degan narsa-da, masalan, shunaqa deb o'ylayman. Undan tashqari telefon qilinglar mana. Da, telefon qilib qo'yishdi o'zi. Da, undan tashqari dizaynlari qo'ldan kelgancha o'sha g'arbdan o'zimizga moslashtirib olib kirishga harakat qilganmiz va любой narsa o'sha unikal deb bilaman, o'sha bizda chiqayotgan narsa va undan tashqari boshqa brendlardan ajratib turadigan narsa yana nima deb ayta olmayman. Tak. O'zimizga tengi bolalar qilayotgani shu narsani. Menimcha bu narsa ham juda ham katta unib bersa kerak. Shuni hisobiga ham menimcha podдержка qilishinglar kerak deb o'ylayman. Da. Rahmat kattaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ikkinchilarni hisob berasiz. Shu paytgacha yurgan proseslarni oilada deymiz. Sotuv jarayonlari, operatsionlar bor, ishlar bor. Mana shu jarayonlar aslida eng qiyin narsa bo'lgan eng qiyin narsa har xil periodda har xil. Masalan, aytaylik, o'tgan yilni kuz faslini oladigan bo'lsak, kuz faslidan yengilgacha deb oladigan bo'lsak, eng qiyini производство bo'lgan. Chunki biz o'zimiz sex yuritib ko'rganmiz va sex yuritib ham brend olib ketish juda ham qiyin narsa ekan. Ayniqsa bu narsada imенно O'zbekistonda bu narsani qilish. Hammaga yalinib, bu qilib, proseslar o'z vaqtida chiqmay qolyotdi, har xil bo'lyotdi va undan tashqari boshlanish anonisida marketing bo'lgan. Marketing ayniqsa o'sha videolarni chiqishi, kreativlar. Hozir masalan, menimcha hamma kuzatsa kerak, reelslarimiz yaxshi chiqyapti. Keyin Zalodan ishga olganmiz, shu bir yildan beri unga aralashayotganim yo'q, pasti. To'g'rimi? Da, bo'ldi. Na. Yana qanaqa savollar bor? Gapiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Mana savol material bilan bog'langan. Matolarni tayyorlamasida Xitoydan matolarni har bitta tovarga har xil ishlab chiqarilishiga keladigan bo'lsak, masalan, ustunligi Huji hozirgi chiqayotgan futbolkalar hammasi o'zimizda chiqqan futbolkalar, o'zimizda chiqqan materialni eng vысший sortini aniqlaymiz. O'zi asosan bizga keladigani eksportdan qolib ketib keladigan materiallar bo'ladi. No, biz eng yaxshisini topdik va nihoyat topdik. Shuncha yil izlanishlardan so'ng deb aytsa bo'ladi. Va o'zimizda chiqadigan ular. Masalan, sumkalarimizni aytadigan bo'lsak, sumkalarimizning materiali o'zi Xitoydan keladi. Tikilishi o'zimizda bo'ladi. O'zimizdan uni tikamiz, chetda tikamiz. Da, ayrim narsalar Xitoydan olib kelinadi. Imенно siryo o'zbekchasiga. Shu tushunasizlar? Da. Adush. Yana savollar bormi? Da, olib borib ber. Da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ancha kutadilar savol. O'zi qanaqa bo'lgan? O'sha payt Ramazon oyi bo'lgan. Ramazon oyida o'sha finik sotadi, zilolni bilsanglar agar. O'sha finikni ko'rib qolganman. Kimdir anonsni ko'rib qolganman. Shu finik olmoqchiman deganman. Va ular o'zbekga podpisan bo'lganlar, adashmasam. Va barter qilib olsa-chi deganmiz. O'zi hamma narsamizni biz barterda hal qilamiz va finikni ham barterga qilganmiz. O'sha men Pulzipga jo'natganman, ular finik jo'natganlar. Keyin o'sha bir-birimizga podpisan bo'lib, o'sha 1-2 hafta ichida bizga content maker kerak degan qarorga kelganmiz va xayolimga ular kelganlar, storieslarni yaxshi yuritganlar uchun va shuning uchun birinchi stories maker qilib, keyin o'sha полноценный content maker qilib olganmiz. Yo'q. Ibratga bormaganman. Yo'q, undan emas lekin menimcha. Rahmat. Bu siz bilib bermoqchi edilar, adashmasam. Da. Beraveraymi malol? Vaqt vip. Telefon qo'yib qo'ydim. Da. Shunaqa narsa bir xilida emas, ko'p kuzatilib turadi. Bu narsani communication is a key degan narsa bor va gaplashib to'g'rilab olsa bo'ladi. Lekin to'g'ri juda o'rinli savol bo'ldi. Bu narsa shu narsaga keltirishi mumkin. Va bu narsani gaplashib hal qilsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Da, hal bo'lgan. Da. Hech kim bilan kimni ishdan bo'shatib olgan bo'lsa, hech kim meni nima edi, urushib bo'shatib olmaganman. Tak tushuntir. Da, rahmat. Assalomu alaykum. Da. Yarashib olganmiz, urushmaganmiz. Turaymi? Короче, biz drop chiqarishimiz kerak bo'lgan. Ravjonni endi производствоga qo'shayotgan bo'lganman. Производствоning prosesslariga. Va Ravjon afsuski, minglab afsuski, switshot chiqarishimiz kerak bo'lganda, oldida vышивка, orqasida print bo'lish kerak bo'lgan narsani oldiga print, orqasiga vышивка qilib qo'yganlar. Da. Bu narsa juda ham katta xato va bu narsani переделать qilib bo'lmaydi. Asosan, masalan, o'zi aytadigan bo'lsak, oldi tarafida kattaroq kesilgan bo'ladi, orqa tarafida kichkinaroq kesilgan bo'ladi. Orqani oldi qilib bo'ladi, oldini orqa qilib bo'lmaydi. Shuni hisobiga kompaniyaga juda ham katta minus bo'lganda endi. Bo'shatmasam uyat bo'lib ketardi. O'shanga. Tak, yana savollar kimda bor? Bitta dona kiyim shunaqa bo'lganmi yoki bitta drop shunaqa bo'lgan.
Da. Mana izuz bo'yi. Ko'ngilli qo'shdi mana. Gapirsa kechiy kelamiz sabr olgan. Da. Men Rauf bilan gapirmayman. Nimaga? Ravjon bilanmi? Yo'q, kelganmiz, просто bo'shatib o'rganman. 5 tashab, abdushay qilib, rozi qilib. To'g'rimi, Ravjon? Assalomu alaykum. O, juda qiyin savol bo'ldi. Hamma xohlagan vazifasini bajaradi o'zi desam. Eng ko'p vazifani o'zim bajaraman. Men asosan qaysi protsesslarga qarayman? Hozirda производствоga qaryapman, asosan производствоga qaryapman va umuman boshqa qonunlarga, boshqa protsesslarga tepadan deganda upravlять qilish. CEO deydi-yu, Chief Executive Officer. Da. Zilola bizada content makerlar, полный reels, storieslar chiqyaptimi? Chiqmoqchi, da. Plan qilingan chiqmoqchi. Da, stories, полный contentlar Zilola tomonlaridan bo'ladi. Ruxshi bizada TikToker bo'lib ishlaydilar, hozircha ishlamayaptilar va Nasiba bizada любой ish qilib ketadilar. Любой ish, masalan, kim bo'lmasa, короче, master nafsiruki, sunnat bizada zakazlarni полный ofisda o'tirib, zakazlarni обработка qiladilar, kiyimlarni sizlarga в целости сохранности etib borishiga javob beradilar. Va yana kim bor? Targetolog, meni opam borlar, target qo'yadilar ular. Asiya borlar. Asiya meni eng uzoq ishlayotgan сотрудницам, ya'ni 1 yil 2 oydan birimi ishlaydilar. Xudo xolisa. Va Yasmina degan qizimiz borlar, bizning reelslarda chiqadigan, u bizning face, ya'ni brend ambassadorimizlar. Voy, men hammani yaxshi ko'raman. Oxirgi paytmi, hozirmi? Общийmi? Hamma mehnatkash. Sunnat. Hazırlash. Oxirgi aktiv sunnat Zilola. Bo'ldi, aktiv. Nima? Men ishchi deb qaramayman-da. Hammaga cho'ng'asizmi? Mehnatkash degandami? Butun komandam. Da. Qochib qoldimi? Yaxshi qochib qoldim. Keyin spros bo'ladi, просто. Savollar bormi? Okey. Okey, suchot oldilar, adashmasam pop-upda. To'g'rimi? Topganimni qarang. Assalomu alaykum. Birinchi drop chiqarishimizdan oldin umuman boshlash eng qiyini bo'lsa kerak menimcha. Любой narsa qilayotganimizda birinchi boshlab olishimiz kerak, keyin o'zi bo'lib ketadi. Bizda ham o'zbekda xuddi shu narsa bo'lgan. Bizda hech qanaqa zdaniyamiz bo'lmagan, boshqa narsamiz bo'lmagan, cho'ntakda bir so'm pulimiz ham bo'lmagan. Просто boshlash bo'lgan va amallar boshlab olganmiz. Shunaqa bo'lgan. Просто boshlash. Shu narsani masalan zapusk qildim deyish. Juda ham ko'p qonunlar bo'ladi. Masalan, hali ham biza 2 oydan yanvardan beri anons qilolmayapmiz. O'zbek biznes degan yangi направление ochganmiz, ya'ni aynan bizneslarga fokus berib, bizneslar uchun premiumli mer chiqarish. Shu narsani hali ham anons qilib boshlay olmayapmiz. Shu narsa ham eng qiyin bo'layotgani shu. Proses ketaveryapti, masalan, klientlar kelyapti, boshqa narsa kelyapti, Xudoga shukr, nasibaga yarasha-yu. Shu narsani anons qilib boshlay olmayapmiz. Shu narsa eng qiyin bo'ladi bizda har doim. Yo'q, qo'rquv bo'lmagan. Nimagadir qo'rquv bo'lmagan, chunki masalan, qarzga olganmiz, o'sha qarzni nima qilib bo'lsa ham, masalan, ishlabmi, boshqa narsa qilib bera olishimiz kerak bo'lgan. Ishla olamiz deb o'ylaganmiz. Aytaman, biz o'zimiz нереально уверен bo'lganmiz o'sha payt. Shuna hisobiga shunaqa bo'lgan. Главное уверенность и риск менеджмент deydi-yu. Shunaqa narsa qilsa, mana shu. Yaratmoqchi bo'lganligi
birinchi navbatda iloji bo'lsa ko'proq pul bilan boshlaylar. Hozir bunaqa 200-300 dollar bilan boshlash bukvalniy iloji yo'q. Buncha umuman narsa chiqarib bo'lmaydi. Hozir narxlar juda ham boshqacha bo'lib ketgan va sifatli narsa chiqaraman desanglar, iloji boricha ko'proq puldan boshlashingiz kerak. Va keyingisi nima ideya kelishidan qat'iy nazar, kim sizlarga nima deyishidan qat'iy nazar, prosta qilib ko'ringlar. Bu narsa yo sizlarga успешный proyekt bo'ladi, yo opit bo'ladi. O'sha masalan aytdim 23-yil juda ham bizga xatoli yili bo'lgandi va o'sha xatoli yili bo'lmaganda hozir men bu yerda o'tirmagan bo'lardim deb ayta olaman. Va aytgancha aytish esimdan chiqdi. Nimaga o'zi orzuligicha qolmaydi deb deyilgan deb prezentatsiyani nomladim. Taxminan o'sha ChatGPTga yozdim. Bundoq qilib o'ylab qarasa, meni orzuyim brend ochish bo'lmagan, meni orzuyim odamlarga odamlar uchun важный odam bo'lish bo'lgan. Odamlarni masalan sizlar shu yerda o'tiribsizlar, sizlarni vaqtinglarni ajratib shuncha masalan yaqin emas masalan bu kimlar uzoqroqda turishi mumkin, kimlar yaqinroqda turishi mumkin. Shuncha vaqtinglarni ajratib kelganinglarni o'zi ham juda ham katta narsa-da. Shu narsa meni orzuyim bo'lgan va sizlar borligingiz uchun shu orzuyimga yetolman deb aytsa bo'ladi. Voy, rahmat. Rahmat. Yana savol bormi? Bularga bera qoling, birinchi yaqinroq keladi. Assalomu alaykum. Bu brend ochishdan avval a'zolaringizni reaksiyasini boshlash uchun a'zolaringizni reaksiya qanaqa bo'lganini unaqa eslolmayman-u. Atak o'sha paytga kelib, men 2021-yilda o'qishni уже bitirganman emas, hal qilib qo'yganman-da universitetimni va shuni hisobiga men 1 yil prosta bo'sh vaqtim bo'lgan. Ozgina masalan 2021-yilda mayda IELTS topshirganman, IELTS'imni hal qilib qo'yganman-da, keyin bo'sh bo'lganman. Undan keyin menda hech qanaqa sпрос ham qilishmagan ota-onam masalan va bo'sh vaqtim bo'lgani uchun почему бы и нет, поддержка qilishgan полный. Главное все поддержка, дуа, да. Yet. Да. Rahmat. Listening 8.5, shuning uchun eshita olmaslar. Senga yana. Da. Pop-up. Nima deysiz? Qayerda? Xudo. Yo'q, voy, gap yo'q. Rahmat. Labi? Da, bo'ldi. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa o'tkazamiz, balki hamma narsa pozorli chiqsa, shunaqa поддержкаlar bo'lib tursa, hamma viloyatlardan balki tur qilarimiz balki. Bizani eng главный mujik o'zbek, короче. Da. Odam o'zi bilan qanday shu odam o'zini bu narsa birinchidan finansga borib taqaladi. Bu narsa bizga finansiy tarafdan выгодный bo'ladigan bo'lsa, afsuski endi hamma puldan emas. Endi shunaqa bo'lish kerak. Qanaqadir influencer bo'lishi mumkin, qanaqadir artist bo'lishi mumkin, shunaqa odam bilan qilishimiz mumkin. Скорее всего, xudo xolasa. Undan tashqari, masalan, keyingi dropimizda chiqadi. Художница, точнее, shular chizgan narsani print qilib chiqaramiz. Bu ham kollaboratsiya hisoblanadi deb o'ylayman. Shunaqa narsa chiqaramiz. Masalan, nima bor? Shu brend bilan связаться qilmoqchiman, hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, va birinchi magazin xudo xolasa, birinchi qilib magazin ochib va katta qilib ochmoqchiman va uning ichida xudo xolasa o'sha kafenyasi ham alohida qilib ko'rmoqchiman, xudo xolasa. Finans bozorlik chiqsa, Alloh berib tursa deydi. Faqat kichkina emas, kattaligi.
qo'ldan kelgancha sekin-sekin расширять qilishni boshlaymiz auditoriyamizni va masalan sразу emas, no xudo xolasa bo'ladi. Chunki bu narsaga sпрос bor. Masalan, meni ham onam, opam masalan покрытийлар o'shanga xudo xolasa qilamiz. Bo'lib tursin. Labi? Вот, sizga специально qilib beramiz xudo xolasa. O'xshasa. Bo'ldi, Abdush. Assalomu alaykum. Dunyoda hamma brendning o'zini missiyasi bor. O'zini o'sha klientlarga, ya'ni потребительlarga beradigan missiyasi bor. Ya'ni o'sha yo'li bor. Sizda qanaqa, masalan, sizni brendingizni eshitgan paytda odamlar nima deyishni xohlaysiz, nima o'ylashni yoki nima xayollariga kelishni borasiz? Juda qiziq savol. Juda qiziq savol. O'sha men aytganimdek, O'zbek bu meni o'zimni atrofimda qurilgan brend deb aytsa bo'ladi. Men o'zim missiyamdagi, O'zbekning missiyasi ham birinchi navbatda O'zbekistonni qo'ldan kelgancha ko'tarish har xil tomonlama. Masalan, hozir kiyim brend, fashion tomonlama qo'ldan kelgancha ko'taramiz. Undan tashqari, masalan, event making tomonlama sekin-sekin u taraflarga qarab ham ketilyapti. Running club dedim masalan, fizически u masalan aytaylik bu tomon health, здоровьясini ham masalan qo'ldan kelgancha oshirish va главный o'sha missiyasi O'zbekistonni ko'tarish. Boshida o'zi Aziz bilan ham maqsadimiz shu bo'lgan. Shunaqa narsa bo'lgan. Nimagadir o'zgartirish kiritish va bizdan keyin shunaqa odam bor edi, shunaqa brend bor edi, masalan, xudo xolasa bo'lsin, mendan keyin ham shunaqa odam bor edi deb va o'zimni следimni оставить в истории вообще. Shunaqa bo'ladi, shunaqa bo'ladi. O'sha partneringizni sanaysiz. Da. O'sha partneringiz hozir qayerda? Boshqa ish bilan shug'ullanmoqda. Направлениясini boshqa qilgan, boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Ishi yaxshi, ishi zo'r, topar-tutari zo'r. Xotir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zbek brendi oyoq chiqarish planlari bor. Oyoq kiyimlar? Xudo xolasa albatta bor. Yana aytganimdek, bunga birinchidan katta finansирование kerak bo'ladi, chunki oyoq kiyimlar asosan kачественный chiqarish uchun birinchi navbatda uni Xitoyda chiqarishimiz kerak. To'g'risi men o'zimizda qanaqaligini bilmayman. O'zimizda chiqqan oyoq kiyimlarni balki yaxshi chiqarishadi. Va uni MOQ degan narsa bor, minimum order quantity, ya'ni eng kam chiqarish mumkin bo'lgan son. Eng kam chiqarish mumkin bo'lgan soni juda ham katta, ya'ni 10,000 talab. 10,000 talab, har xil razmerlari bor undan tashqari. Shuni hisobiga xudo xolasa yaxshi bo'lib tursa chiqaramiz. Sizlar olasizlar. Da, bo'ldi. Da. Variant savol bor. Если хотите оставить Русский не пойдем. Вы рождаете от своей клиентской базы, грубо говоря, от всех клиентов. Как бы вы именно хотели, чтобы они вас поддерживали в вашем деле, грубо говоря, в вашем бизнесе? Так. Более развернуться berib ko'ring. Bitta miyaga urish kerak-da, urmadi boshqa. Masalan, har xil yo'llar bor bo'lgan. Masalan, sotib olish, yoki sotib olish protsessda istoriyaga qo'shib qo'ymoqchi. Da. Faqatgina sotib olib brend поддержка qilish, to'g'ri, u sotib olish zo'r narsa. Masalan, finansiy tomonlama zo'r narsa. Undan tashqari, birinchidan masalan, aytaylik, ko'chada ko'rib qoldinglar meni yo boshqa odamni, va yoki brendingiz zo'r desanglar ham, masalan, juda ham katta motivatsiya bo'ladi bu odamning o'ziga. Masalan, nafaqat meni, masalan, qolganlarni, o'sha O'zbek Family'dagi qolganlarni tanisanglar, masalan, borib aytsanglar, ularga ham ishlashga motivatsiya bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Undan tashqari, albatta, tovarni sotosizlar, tovar olmasanglar ham, masalan, nimadir qolmasa ko'rasizlar, masalan, благотворительность qolmiz. Shu narsaga masalan borib volontyor bo'lib qarashib olishinglar mumkin. Undan tashqari pop-uplarda masalan volontyorlarimiz bor. Har anlarda kelishadi, поддержка qilishadi. Bu ham juda ham zo'r поддержка, bu ham juda ham kerak narsa biz uchun.
Bu nimadan означать qiladi? То, что u odamlarning hayotida o'zbekning qanaqadir o'rni bor. Va bu narsa masalan unda o'ylab qaraganda xayolga keladigan bo'lsa, bu juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Shunaqa narsalar, har xil shunaqa bajarishlar menimcha kerak bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, ko'chada o'zi klientni ko'rib qoldi va o'zi merchda bo'ladi. Qanaqa reaksiya berasiz? Okey, nerealni turibdi deyman. Kimdir ko'rib qolgan bo'lsa, masalan, endi настроениеga qarab, masalan, настроением yomon bo'lsa, balki e'tibor bermasligim mumkin, но atak yaxshi настроение, средний настроение, yaxshi настроение deb bo'lsam, обязательно masalan, okey, nerealni turibdi deyman. Okey ham keyin dumkaga kelib ketaveradi. Kim bu? Menga nimaga unaqa deyapti deydi. Chunki bizda hech kim kompliment qilmaydi masalan, begona odamga. Yoki u qanaqadir prank bo'lishi mumkin deb o'ylaydi, yoki kimdir videoga olyapti deb o'ylaydi. Shunaqa narsa. Va oxirgi savolim juda provokativ savol bo'lyapti. Qarang. Shuncha ish yurgandan keyin va shuncha odamlar xizmat olgandan keyin pulga berdingiz-ku. Endi bilmadim, uni men ayta olmayman-ku. Atak kibr kelganda nima qilasizlar deydi-yu. Atak to'g'risi bilmadim. Buni men ayta olmayman, buni meni atrofimdagi odamlar ayta oladi. Men bilan masalan siz savol beryapsiz. Bo'shatib o'rganman, shunga tanimayaptilar. Masalan, aytaylik, o'sha paytdan beri meni tanib kelgan odamlar biladi. Menimcha hali o'zgarmaganman deb bilaman. Именно masalan kim bo'lsa, masalan, har doim kulib, quchoqlashib, kerak bo'lsa qo'lga qo'yib, chiroyli qilib ko'rishaman, boshqa narsa qilaman va ortiqcha masalan kibrli narsa qilaman deb o'ylayman, to'g'risi. Tak, shunaqa. Xudo xolasa hali bor. Hali uy qurish kerak. Sizlar panjashni qilib tursanglar, bo'ladi to'y. Albatta. Bitta o'zbekda anons qilamiz, qo'pab qo'yamiz to'y, xudo xolasa. Bunyodkor stadionni bron qilib. Shunaqa gaplar. Yana savollar bormi? Bitta yaqinlarga javob bera olasiz, keyin sizga o'tadi. O'zbek tadbirchilar deganda naqd qilishni xohlaysiz. Komfort stilmi? Bu komfort stil bu eng bazaviy narsa. Birinchi navbatda odam kiyim kiyganda nima bo'lishi kerak? O'ziga уверенный bo'lishi kerak. Masalan, bunday kiyim kiydi, cho'ta turish yoqmadi deydi. Shu kiyim bilan chiqib ketadi, уверенный bo'lib, настроенияsi tushgan bo'lib ketadi. Bunday kiyim ana qolsiz, kiyim olasiz, magazinda oldingiz kiyib ko'rdingiz yoki dostavka keldi, sizga kiyib ko'rdingiz, yoqdi. Bunday uxlayapsiz-da, ertasi kuni o'ylayapsiz mana shu narsani qanaqa stilizovat qilaman deb o'ylaysiz. Tushunasizmi? Voy, masalan, ana kuni Malibu rul qo'ydim-da. Masalan, shu narsa nerealni yoqdi menga-da. Shu narsadan dopamin oldim va shunaqa emotsiya olishni xohlaymanki, masalan, tushimda ko'rdim-da shu narsani. Kimdir Malibu rulni olib qochib ketdi degandek, o'g'irlab ketdi degandek. Tushunasizlarmi? Shu darajada bo'lish kerak. Shunaqa urovingda odamlarga yoqishini, odamlarga emotsiya berishni xohlayman. Asosan shunaqa. Assalomu alaykum. O'zbek brendini chetdan zakaz qilganmi? Albatta. Asosan chetdan bizada qatladan zakaz bo'lgan. Bizada asosan o'zi klientskiy bazamizdan aytadigan bo'lsak, qanaqa? Bu birinchi navbatda shu bizning yoshdagi bolalar, qizlar, taxminan o'sha 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan auditoriya. Undan tashqari bizada sub auditoriya deb ayta olaman. To, что bizada turistlar va chet elga ketadigan odamlar. Ya'ni O'zbekistonni bo'lakchasini o'zi bilan olib ketadiganlar. Shuning uchun bizada asosan bo'ladi har doim наличиеda bo'ladigan tovarlar bor. Bu ya'ni qora masalan Proud to be O'zbek futbolkasi yoki switshoti, chixollar masalan har doim наличиеda bo'ladi va shu narsalarni asosan odamlar olib eslab yuradi-da. Masalan, zakazlar albatta bo'ladi. Bizga zakazlar o'sha Buyuk Britaniyadan, Qozog'istondan bo'ladi, Rossiyadan juda ham ko'p bo'lib turadi. SSHga ham bo'ladi. Asosan dostavka, lekin
boshqa davlatlarga qimmat bo'lgani uchun yoki tanishdan bera olishadi yokida Toshkentga kelganda обязательно olaman deydi, обязательно oladi. Va turistlarga keladigan bo'lsak, o'sha teplomarketlarni aytib o'tdim. O'sha teplomarketlarda aslida bizda turistlar sotib olinadi. Turistlar va o'zimiz bolalar. Savollar bormi? Savollar. Nima uchun aynan Timur-Ali Xon? Ular shu har bir to'pdan shunaqa narsalar uchun aynan Timur-Ali Xonni tanlaymiz. Timur-Ali Xonni biz tanlamadik, buni taqdir tanladi deydi. Nimaga? Chunki bizani o'sha payt 2022-yil bo'lsa, Timur akani prime'lar edi. Hamma tanirdi, masalan, polniy aktivlari zo'r edi, boshqani edi. Hozir endi unchalik deb aytolmayman-u. No, eng tepada paytlari bizani podдержка qilganlar va bu narsani juda ham qadrlaymiz biz. Va nima bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, drop chiqdi, sразу jo'natamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bizani podдержка qilganlar, yonimizda biz ham aytaylik, o'zimizga yarasha o'ringa chiqib, bu narsani esdan chiqarsak noto'g'ri deb bilaman. Shunaqa. Assalomu alaykum. Asosiy sabablardan biri birinchi navbatda naming, ikkinchi navbatda nomlashda, o'zbekchada nomlash. Ikkinchi navbatda kontentimiz ruschada aytganda цепляющий juda ham. Chunki O'zbekistonda juda ham kam brendlar именно unikal narsa berishga harakat qiladi. Asosan o'zini marketing komandasi emas, boshqa agentstvalarga aytadi va agentstvalar o'sha standart bo'yicha qiladi. O'sha standartdan tashqari aytganimdek g'arbdagi brendlarga o'xshatib qilishga harakat qilamiz. Bu narsa ham aniq qiladi. Undan tashqari va albatta o'sha kiyimlarimiz, dizaynlarimiz deb o'ylayman. Rahmat. Ko'p informatsiya aytdim. Aytgancha bizada xudo xolasa mana shu hafta emas, keyingi hafta Spot.uzga, YouTube'ga intervyu chiqadi. Endi olinadi, точнее, qachon chiqishini bilmayman-u. Keyingi hafta olinadi. O'sha yerda ham обязательно ko'ringlar. Har xil qiziq informatsiyalar bo'lishi mumkin. Bering. Assalomu alaykum. Misol uchun yangi ijara etganingizda qanaqadir g'oyalar kelib qoladi. Shundan nimadan ilhomlanasiz? Ijodkorligingizmi? Nimadan ilhom olaman? Yangi kiyim yaratish o'zi bitta protsess emas. Masalan, aytaylik, hozir masalan mashdan chiqdim, borib yangi kiyim yarata olmayman. Bu narsa miyadan, kreativdan zavис qiladigan narsa. Masalan, voqili uxlasam, charchamasdan uxlasam, har xil million xil ideyalar kelaveradi. Unda uxlayolmayman, unda turib yoza olaman masalan. Shunaqa narsa bor, shunaqa drop qilsak bo'ladi. Yokida bu masalan darsda o'tirgan bo'lishi mumkin, chizish mumkin, chizib olishim mumkin. Shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Va albatta Pinterest juda ham katta material bor. Pinterestdan juda ham katta ilhom olaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Nima qilish? Give up. Tushundim. Give up qilish. Yana sizga hozir qaniydi? Pult mana ekan. Mana. Hoppa. I didn't come this far just to come this far. Ya'ni shu joyda give up qilish uchun men bu narsani boshlamaganligim har doim hayolimga keladi. Tushunasizmi? Masalan, aytaylik mana taqqoslasak bo'ladi. Ovqat yeyapsiz-da, masalan, burger zakaz qildingiz-da, shu burgerni tugataman deysiz, tugataman deb aniq qilasiz. Bitta tishlab tugatib qo'yish uchun burgerni masalan 50 mingga sota olmaysiz, tushunasizmi? Xuddi shunaqa narsa-da. Masalan, butni tugatib qo'yish uchun shuncha narsani qilmadim degan shunaqa narsa. Shu narsa motivatsiya beradi. Shu narsa give up qilishdan to'xtatadi. Keyingi pop-up o'zi vashchi festival qilib o'tkazmoqchi edim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, katta qilib, balkim boshqa brendlarni ham chaqirib qilmoqchi edim. Unga sal kattaroq sarmoya va vaqt kerak bo'lar ekan. Va keyingisi, xudo xolasa bizda shu yaqin
haftalar emas, shu yaqin oyda Unwanted Boys media klubini bilsanglar kerak. Menimcha Unwanted Boys media klubi bilan kollaboratsionniy drop bo'ladi va o'shanga o'xshasa открытый bo'lmasa o'sha limitiranniy odamlar kela oladigan pop-up qilish niyatimiz bor. Pop-up nimaligi haqida aytib bermoqchi edim. Aytib berdim, adashmasam. Pop-up nimaligini haqida aytib bermadim. Yo'q, o'sha pop-up haqida aytib bermoqchi edim. Atak nimadir qiziq bo'lsa, savol bersangiz bo'ladi. Pop-up haqida yeminli. Tak. Pop-uplarga biz juda ham kech tayyorlanish boshlaymiz. Bu juda ham eng balno emas, o'sha bol temada. Shu darajada men o'zimda juda ham katta minusim bor. Prokrastinatsiya degan narsa bor. Ruschada, angliyskida va shu narsadan men stradat qilaman. Ya'ni, masalan, pop-up bo'lishini men masalan 1 yil oldin bilganman. Yo'q, 1 yil oldin emas, uni aytaylik 2 oy oldin bilganman. To'shda masalan, o'zi 3 yoshga kirishimizga men pop-up qilishim kerak degan narsa xayolimda bo'lgan. Va shu narsani tayyorgarlikni men 22 fevralda drop pop-up qilishimiz kerak bo'lgan bo'lsa, 10-dan keyin boshlaganman-da. Shuni tayyorgarligini. Voqeliroq tayyorlanish boshlasam, birinchidan ko'proq sarmoya bo'lardi, ikkinchidan ko'proq yaxshiroq bo'lardi pop-up o'zi protsessi. Qo'ldan kelgancha qildik, xudo xolasa, bo'lganlar biladi. Давайте обсудим сотрудничество. Вы же сказали на фестиваль сейчас. Сядем и обсудим. Да, хорошо. Как вы смотрите, qanaqa qaraysizlar, Zio forumda naryoqda juda ham chiroyli joylar bor ekan, pop-up qilsak. Uzoq emasmi? O'zi yaxshimi, cho'tkimi? Bo'l. Xudo xolasa o'tkazamiz. Chiroyli pop-up o'tkazamiz. Yana umiddamiz. Assalomu alaykum. Endi raqobatchi degan endi hech kim bilan vayna qilmaymiz. O'zi aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda hammaning o'zining nasibasi bor, hammaning o'zining dolyasi bor. Nasiba chiqib ketadi. Hammaning o'zining atalgan dolyasi bor, hamma o'zinikini oladi. Va qanchalik soperniklik qilmaymiz, boshqa narsami, baribir hamma o'zinikini oladi. Va aytib o'ta olamanki, boshqa men o'zim kuzatadigan O'zbekistondagi yaxshi brendlarni deb aytib keta olaman. Sopernik emas, lekin konkurent emas-da. Nashi друзья, hammasini egalari bilan, ular bilan qo'ldan kelgancha o'rtoq bo'lganman. Menga hech qanaqa problem, yomon joyi tegmagan. Ular o'zining ishini qiladi, men o'zim ishimni qilaman va hammamiz maqsadimiz bir, ya'ni O'zbekistonda kiyim industriyasini, fashion industriyasini ko'tarish. Va bulardan birinchi navbatda hozir stabil yaxshi ketayotgani oddiy bilsanglar kerak buni. Oddiy dizaynlari minimalistichniy yaxshi qilishyapti, ko'z tegmasin, to'xtab qolishmasin. Chunki juda ham ko'p brendlar, masalan, o'sha futbolka ko'rdinglar-ku, o'sha futbolkadagi brendlardan faqatgina oddiy qolgan, adashmasam. Faqatgina oddiy qolgan. Undan tashqari tirikchilikka TCKsi, ya'ni tirikchilik o'zi merch chiqarsa, TCK bu как отдельный brend bo'lib chiqdi, men tushunishim bo'yicha va o'sha Umid aka, G'afurov juda ham yaxshi ish qilyaptilar. Juda ham zo'r strategiyada ketishyapti. Bularga faqatgina havas qilaman. Va undan tashqari brendlardan yana kim bor? Uzbek Identity Instagramda unchalik aktiv emas-da. Men aktivlarni aytmoqchiman. Maymun ham zo'r chiqishdi, lekin sразу yo'q ketishdi. Shu narsa menimcha hamma brendlarni qiynasa kerak. O'sha bitta chiqishadi, juda ham ko'p brendlar, masalan, brend deb chiqishadi va yo'q bo'lib ketishadi. Bundan tashqari yana qaysi brendlar bor? Tak. Yana qaysi brendlar bilsanglar aytinglar, men shu haqida fikrimni aytaman. Yo'q ham cho'ta yo'q bo'lib qolishdi. Karizma yo'q bo'lib qolishdi. Labi? Nima degan? Yo'q, afsuski eshitmaganman. Yo'q, afsuski eshitmaganman. O'zimiz направленияda bo'lsa, masalan, street style'ga yaqin va uni bo'ladigan bo'lsa, taxminan bilsam kerak. Va tak
yo'q. Aytgancha Uma brendi. Da ular ham основной женский, но Uma juda ham zo'r kreativniy narsalar qilishyapti va vashishlatsa qolamiz Umani qilayotgan ishlarini. Pokazda masalan ishtirok etishdi. Oxirgi biz ishtirok etgan pokazda menimcha juda ham zo'r qilishyapti. Shunaqa. Savollarga javob savol bor ekan. O'zbekiston nomlanishda Qazaq Republikasidan o'rinmoqmi? Agar Qazaq Republikdan именно konkretno vdохновение olganimizda uni O'zbek Republic yoki shunga o'xshash qilardik. Da. Lekin Qazaq Republic haqida biz ochgandan keyin bilganmiz. Ya'ni bizda TikTok bo'lgan, bitta TikTokimiz o'sha Sredney Aziyaga blow-up bo'lgan, rekka chiqib ketgan, taxminan 300 ming dan prosmotr bo'lgan. O'shanda o'sha birinchi hit kelgan o'zbek tarafiga dizaynlari o'xshash, ismi bunaqa O'zbek Republic shunaqa deb aniq qilishgan. Va men ham erinmasdan har bitta hitga javob berib chiqqanman, lekin hitga javob berish kerak emas ekan. Boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, shunaqa brend bilan birinchi navbatda sravnivать qilishyapti. Shunaqa katta brend bilan, masalan, Qazaq Republic ancha-muncha katta brend-da. Katta brend bo'lib kelgan, hali ham bo'lib kelyapti ham. Va o'shandan keyin shu bizning missiyamiz, короче, o'sha kichkina missiyamiz bo'lgan, to что nima dizayn chiqarsa ham Qazaq Republicga o'xshab qolish kerak emas degan narsa bo'lgan. Chunki birinchidan unikallik bo'lish kerak va biz как brend одежды O'zbekistonni olib chiqayotganimizda kelib chiqqan holda, masalan, qozoqlarni kopировать qilishyapti, o'zbeklar deb masalan aytadigan bo'lsa, bu не то narsa. O'sha hisobiga qo'ldan kelgancha qilib harakat qilamiz. Qazaq Republic bilan konkurent emas, Qazaq Republic bilan kollaboratsiya qilsak qanaqa qaraysiz? Bo'ldi. Xudo xolasa, Basqa masalan, chet el anulariga yetadigan Basqa degan brend bor, juda ham zo'r qilishadi. Ular ham albatta kuzatinglar, нереально уникальный narsalar qilishadi, нереально уникальный droplar chiqarishadi. Shu narsa. Ular bilan kollaboratsiyaga zaпрос tashladim, что-то ответ kelmadi lekin.